2025-2026 yildan boshlab biz darsliklarimiz sifatida kelajak soati darsini ham o'rganyapmiz. Kelajak soati darsligi bizning nafaqat tarbiyamizda, balki hayotimizda ham juda katta o'zgarishlar kiritmoqda. Shunday ekan biz kelajak soati darslarining har bir mavzuni tubdan o'rganib, ustozimiz o'rgatgan fan nasihatlarga ham e'tibor berib, kelajak soatida berilgan video roliklarni ham e'tibor bilan tomosha qilib, o'zimizga kerakli bo'lgan bilimlarni olmoqdamiz. Biz kelajak soat darsidan turli xil mavzularni o'tyapmiz. Masalan, men bilmagan mavzularimni o'rganyapman. Kelajak soati darslaridan biz o'zimizni salohiyatimizni oshirib, har xil video roliklar ko'rib, bilmagan bilimlarimizni yanada oshiryapmiz. Ushbu o'quv yilidan boshlab darslik sifatida kiritilgan kelajak soati darslarida biz o'quvchilarga turli mavzularda ma'lumotlar beryapmiz. Ular mana shu ma'lumotlar, video lavhalar orqali o'zlarining tasavvurlarini boyitishmoqda va yangiliklar sari intilib o'z g'oyalarini izlab topishga va bilimlarni yanada oshirishga muvaffaq bo'lishmoqda. Kelajak soati darslari o'quvchilarga juda katta ta'sirot qoldiryapti. Har bitta mavzuni qiziqish bilan o'rganishyapti va video lavhalar orqali o'zlarining fikrlarini bayon etishyapti va umumiy qilib aytganda bu dars o'quvchilarimiz tomonidan juda qiziqish bilan qarshi olinyapti. Alaykum assalom. Aziz o'quvchilar, bugun kelajak soati darsimizda biz muvaffaqiyat sirlari va startap mavzusini o'rganamiz. Dastlab sizga ayrim savollar bilan murojaat qilaman. Demak, siz o'z fikrlaringizni bildirasiz. Xo'p, har birimiz o'zimizning maqsadimiz bor, o'z orzularimiz bor. Kimdir olim bo'lmoqchi, kimdir IT sohasini egallamoqchi, kimdir shifokor bo'lmoqchi va kimdir tadbirkor bo'lmoqchi. Demak, ana shu maqsad yo'lida hammamiz olg'a intilamiz va o'sha yo'lda harakat qilamiz. Xo'p, muvaffaqiyat sirlarini biz qanday tahlil qilishimiz mumkin? Muvaffaqiyat deganda biz nimani tushunamiz? Bunga qanday ta'rif bera olamiz? Muvaffaqiyat bu maqsad va orzuga erishishdir. Buning uchun astoydil harakat qilishimiz lozim. Barakalla. Yaxshi, o'tiring. Muvaffaqiyat so'zi avvalo keling, birinchi navbatda mehnat. Mehnat nima? Maqsadga yetish uchun tinimsiz harakat. Demak, bu mehnatimiz hisoblanadi. Har bir yaxshilikka ishonch. Har bir yaxshilikka, har bir harakatimizda ishonch bilan bajarishga harakat qilishimiz kerak. Oldinga qo'yilgan topshiriqlarni bajarish. Albatta, oldinda qo'yilgan topshiriqlarni astoydil, sidqi dildan bajarishimiz kerak. Undan tashqari reja va maqsadning ravshan bo'lishi. Albatta, rejamiz, maqsadimiz ravshan, aniq bo'lganda ana shu yo'lda harakat qilamiz va o'zimizning harakatlarimiz ham o'zimizga ishonch va aniq harakat qila olamiz. Keyingisi faollik, har bir ishda faol ishtirok etish. Albatta, faollik kerak. Yaxshi o'ylash va to'g'ri qaror qilish. Qarorni to'g'ri qabul qilish ham demak muvaffaqiyatni birinchi bosqichi hisoblanadi. Keyingisi bilim va tafakkurdan foydalanish. Boshlagan ishni oxiriga yetkazish. Albatta, har bir ishni boshladikmi, demak buni oxiriga yetkazishni o'rganishimiz kerak. Chunki bu ham muvaffaqiyatimizning bir siri hisoblanadi. Keyingisi o'ziga imkoniyatiga ishonish. Albatta, inson qachonki o'ziga ishonsa, o'zining imkoniyatiga ishonsa, ana shunda muvaffaqiyatga erishish demak osonlashadi. Keyingisi mehnat natijasida erishilgan g'alaba. Albatta, shuncha mehnat qilyapsiz, harakat qilyapsiz, uning natijasida siz g'alabaga erishasiz. Keyingisi halol va to'g'ri yo'l bilan ishlash va halollik har bir ishda kerak. Halol va to'g'ri yo'lda biz harakatda bo'lishimiz kerak. Hech qachon taslim bo'lmaslik. Bu ham asosiy muvaffaqiyatimizning siri hisoblanadi. Albatta, hech qachon taslim bo'lmaslik, qandaydir muvaffaqiyatsizlikdan tushkunlikka tushmasligimiz va o'sha yo'lda yanada harakat qilishimiz lozim. Mana bu bizning muvaffaqiyatimiz siri hisoblanadi. Keling endi o'zingizda ishingizda masalan darslar jarayonida misolni ko'raylik. Aytaylik, bir o'quvchi chorak davomida matematika aytaylik yoki ona tili yoki matematika qaysidir fandan chorakligi 3 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Demak, biz yaxshi o'qiydigan o'quvchi choraklari past chiqib qolsa, birdan nimaga meni baholarim bunaqa past bo'lib qoldi? Endi harakat qilishim kerak degan holatda bo'lish kerakmi yoki bo'ldi, meni bahom o'sha 3 bahoda qolishim kerak deyiladimi? Demak, qachonki o'sha bahoni keyingi chorakda u 4 ga emas, balki 5 ga yopishi mumkin. Demak, 3 bahosini nechiga aylantiryapti?
5 ga aylantirishi mumkin. To'g'rimi? Bu nisbiy daraja. Bizda hozir baholar 9-10 qo'yilyapti-ki. Demak, bu nisbiy daraja sizga tushuntiryapman. Demak, bahosini o'zgartiryapti va bu ham uni intilishi, muvaffaqiyatga qadam tashlashi hisoblanadi. Yoki bo'lmasa sport sohasida bolalar o'rtasida sport bilan shug'ullanadigan o'quvchilarimiz bor. Xo'p, sportning qaysidir sohasini olaylik. Masalan, dzyudo sohasi bo'lishi mumkin yoki karate sohasi bo'lishi mumkin. To'g'ri, milliy kurash sohasi ham bo'lishi mumkin. Xuddi ana shu sohada, demak, u harakat qilyapti va u o'sha sport bilan shug'ullanish jarayonida maktabda ham baholari a'lo. Bu ikkita narsani barobar olib boryapti. Bu ham uni muvaffaqiyati, uning harakati deyishimiz mumkin. Bolalar, biz bitta narsani unutmasligimiz kerak-da. Maqsadsiz inson shamolda uchib yurgan qog'ozga o'xshaydi. Shamolda uchib yurgan qog'ozni tasavvur qilyapsizmi qanaqaligini? Demak, maqsad insonga kuch beradi. Maqsad uni oldinga harakatga undaydi va o'sha yo'lda harakat qiladi. Endi tasavvur qilamiz, maqsadingiz bo'lmasa, siz o'shanga intilish harakatingiz bo'lmasa, xuddi shamolda uchib yurgan qog'oz shamol qaysi tomonga yo'naltirsa, o'sha tomonga yo'naladigan holatda bo'lib qolasiz. Demak, mana shu holatga e'tibor bering. Biz har doim o'z maqsadimiz yo'lida harakat qilishimiz lozim. Ana shu yo'lda harakat qilgan va o'z maqsadiga erishgan qiz hikoyasi haqidagi video lavhani qo'yib beraman sizga va o'shani tomosha qiling. Men Araldan qurgan oltanin jasur zonaga aylantirmoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli bolalar. Men Alfiya Mangilziyeva, Ajniya zatidagi Nukus mamlakatlik pedagogik instituti filologiya fakulteti studentiman. 2025-yil hayotimda juda ko'plab o'zgarishlarga boy yil bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Sababi raqamli avlod qizlari ko'rik-tanloviga qatnashdim. Bu tanlov qizlarning IT sohasidagi startap g'oyalarini yuzaga chiqarish bo'yicha tashkillashtirilgan. 2021-yildan boshlab dasturiy turda amalga oshirib kelinmoqda va shu tanlovda o'zimning Orolbo'yini yashil zonaga aylantirish g'oyasi bo'yicha, loyihasi bo'yicha qatnashib, g'olib sifatida Amerika Qo'shma Shtatlariga ta'lim sayohatini qo'lga kiritdim. Ta'lim sayohati davomida Amerikada Massachusetts Texnologiya instituti va Garvard universitetlarida, ya'ni eng nufuzli universitetlarda o'sha informatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt sohasi bo'yicha 2 hafta davomida o'z bilim va tajribalarimizni yanada boyitib keldik. Kelganimizdan so'ng 30-iyun yoshlar kunida raqamli avlod qizlari biz o'z loyihalarimizni hurmatli prezidentimizga tanishtirib berish baxtiga muvaffaq bo'ldik. Shuningdek, prezident administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva ham bizning loyihamizni qo'llab-quvvatladilar. Qoraqalpog'istonga bo'lgan tashrifi davomida "Voy, sizni taniyman, raqamli avlod qizlar tanlovida ko'rganman" degan paytda o'zimni juda ham baxtli his etganman. Barchamiz bilamiz, bugungi kunda O'zbekistonda IT sohasida startap ekosistemasini yanada rivojlantirish uchun juda ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Yoshlarning, bolalarning g'oyalarini yanada startap darajasiga olib chiqish, biznes modelini yaratish uchun yoshlar texnoparklari, startap inkubatsiya markazlari, innovatsion markazlar va juda ko'plab tanlovlar tashkil etilmoqda. Startap yaratish uchun bizga kichkinagina g'oyaning o'zi yetarli. Biz kichkinagina g'oyamizni katta startapga aylantirishimiz mumkin. Uni bozorga olib chiqishimiz va sotishimiz mumkin. Bu esa davlatimizga juda ham katta foyda keltiradi. Agar sizda g'oya bo'lsa, bu g'oyangizni yanada yuzaga chiqarish uchun, uni startap loyihaga aylantirish uchun harakatdan to'xtamang. Albatta, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, xatolaringiz bo'lishi mumkin. Buning barchasi siz uchun faqat tajriba. Men ham Qoraqalpog'iston Respublikasining eng chekka tumanining qiziman. Mening ham Amerikaga borishdek katta orzuyim
amalga oshdi. Ya'ni orzularim ushaldi. O'qish, izlanish va harakat natijasida sizning ham orzularingiz, maqsadlaringiz ro'yobga chiqishi mumkin. Buning uchun hech qanday yashash joyingiz, hududingizning ahamiyati yo'q. Umid qilamanki, siz ham o'z g'oyalaringiz, o'z startap loyihalaringiz bilan O'zbekistonning rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasiz. Mana shu holatda muvaffaqiyatga erishgan insonlarni, keling bir taniqli insonlar, siz tanigan, siz bilgan insonlar misolida tushunishga harakat qilamiz. Demak, siz hozir kimlarni ko'ryapsiz? Kimlarni ko'ryapsiz? Kim? Birinchi suratdagi kim? Ilon Mask. Ikkinchi Abduqodir Husanov, hammamiz yaxshi bilamiz. Va olima ayol Dilfuza Egamberdiyeva haqidagi, demak, mana shu suratlarni ko'ryapmiz. Bular o'z maqsadlariga qanday erishgan? Keling bu haqda bir fikr yuritamiz. Eng avvalo biz shu narsani yaxshi bilishimiz kerakki, bular o'z-o'zidan bo'lmagan. Bu muvaffaqiyatga o'z-o'zidan erishmagan. Buning uchun bizda qanday xususiyatlar shakllanishi kerak? Bizda shunday xususiyat shakllanishi kerakki, oldingizga aniq maqsad qo'yib, unga tomon tinimsiz mehnat qilishingiz lozim. Bu birinchi sharti. Demak, biz harakatimizni muvaffaqiyatga erishishimizning birinchi sharti, oldingizga aniq maqsad qo'yasiz, unga tomon tinimsiz mehnat qilishingiz lozim. Keyingisi, o'zingizga hech kimga o'xshamagan original g'oyangiz bo'lishi kerak. Demak, sizni o'zingizni hech kimga o'xshamagan original so'zini bilamiz. Demak, asl o'zingizga xos bo'lgan g'oyangiz bo'lishi kerak. Bu ikkinchi shart. Uchinchisi esa g'oyangizni amalga oshirish uchun zarur bilimingiz bo'lishi lozim. Ana shu g'oyani amalga oshirish uchun bizda albatta bilim kerak. Ana shu bilim orqali o'z harakatimizni nima qilamiz? Amaliga oshiramiz. Mana shu shartlarni alohida siz e'tibor qiling. Demak, birinchi sharti nima ekan? Oldimizga maqsad qo'yamiz va tinimsiz harakatda bo'lamiz. Xo'p, keyingisi bizda hech kimga o'xshamagan g'oyamiz bo'lishi kerak. Oxirgisi esa g'oyani amalga oshirish uchun albatta bilim kerak. Demak, bilim har qanday vaziyatda bizga yordam beradigan, bizni muvaffaqiyatimizni, kuch-qudratimizni sira hisoblanadi. Biz uchun bugungi darsimizda bir atama, balki siz uchun notanish so'zdir, balki siz bilarsiz bu so'zni, startup degan so'zga alohida ta'rif beramiz. 1976-yilda Forbes jurnalida birinchi marta mana shu startup degan atama yozilgan ekan. Demak, ana shu 1976-yildan boshlab startup degan atamasi hayotimizga kirib keldi. Hozirgi kunda juda ham ko'p ishlatyapmiz buni. Har bir sohada, texnologiya sohasida, mana ta'lim sohasida, maktablarda, to'g'rimi? Biz ham ishlatyapmiz bu atamalarni. Demak, ana shu atamaga ta'rif berishga harakat qilamiz. Startup degan so'zning ma'nosi, demak, bu avvalo g'oya, ishonch va harakatning birlashgan natijasi. Hatto kichik g'oya ham dunyoga katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin degan so'zga alohida e'tibor beramiz. Demak, startup so'zi bir so'z bilan aytganda o'sish. Demak, o'zingizni yangi g'oyangiz bilan, yangi fikrlaringiz bilan, demak, harakat qilasiz va ana shu yo'lda nima o'sishga intilasiz. Demak, startup degan so'zning ma'nosi bir so'z bilan aytganda o'sish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, ana endi startup sohasida biz tushungan bo'lsak, aytilgan fikrlarni tushungan bo'lsak, keling buni misollar orqali tahlil qilishga harakat qilamiz. O'zimizga xos bo'lgan yangi g'oyamiz bor ekan, bu g'oyani ommaga taqdim qilamiz va mana shu yo'lda biz o'zimizni moddiy jihatdan ham nima qilamiz? Ta'minlaymiz. Chunki bizning g'oyamiz yangilik. Ana shu yangilik yo'lida siz insonlarga manfaat keltiryaptimi o'sha g'oyangiz? O'sha g'oya yo'lida sizni insonlar manfaat topayaptimi, undan foydalanyaptimi o'sha sizni yangi g'oyangiz bilan va u sizni moddiy jihatdan ham boyitadi. Qachonki o'sha g'oyani amalga oshirasiz, demak siz startup g'oyasini amalga oshirdingizmi, startuper bo'lasiz. Demak, bu atamaga e'tibor qilib qo'ying, startuper atamasi, demak sizni startup g'oyasini amalga oshirgan startuper deb aytishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarini startaplar o'lkasi deb ataymiz. 24 yoshli yigit Rob Reinhardt degan yigit tom o'rnini bosa oladigan, unga mikroelementlar, uglevodlar, barcha o'sha taomni o'rnini bosadigan bir ichimlik ixtiro qilibdi. Uning nomi, demak, Soylent degan ichimlik ixtiro qilibdi. Mana shu
Demak, bu yangilikmi? Biz taomni yaxshi bilamiz, ovqatni yaxshi bilamiz. Unda bor elementlarni, organizmimiz uchun kerak bo'lgan elementlarni olamiz. Ana shu o'rnini bosadigan bir ichimlik. Tasavvur qiling, endi biz taom yemayapmizda, ichimlik ichyapmiz. Buni keng omma ma'qul topdi o'shani va o'sha yangi g'oyasi qo'llab-quvvatlandi. Mana bu oddiy misol bo'lishi mumkin sizga. Keling endi video lavhani ko'ramiz. Bunda o'sha startap haqidagi to'liq ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Siz startaper bo'lishingiz uchun 7 ta qadam tashlashingiz kerak. Birinchi qadam qiziqishlaringizni aniqlang. Fan, sport, ijod, ijtimoiy hayot yoki robototexnika. Qaysi biriga qiziqasiz o'zi? Ikkinchi qadam siz qiziqqan yo'nalishda qanday muammolar bor? Izlang, o'ylang, kuzating, boshqalardan so'rang va oxirida bir muammoni tanlab oling. Uchinchi qadam tasavvur. Muammoni qanday hal qilmoqchisiz? Xohlaganingizcha tasavvur qiling. Xohlasangiz kosmosga uchib keting. To'rtinchi qadam tasavvuringizdagi g'oyalarni yozib boring. Yozing, o'chiring, yozing, o'chiring. Bo'yab tashlasangiz ham mayli. Beshinchi qadam boshqalardan ham fikr oling. Ota-onangiz, ustozlaringiz va do'stlaringiz bilan maslahatlashing. Ular sizning g'oyangizga qanday fikr bildirishadi? 6-qadam g'oyangizni amalga oshiring. Xato qilsangiz ham mayli, xatolar yangi g'oya beradi. 7-qadam natijadan xulosa chiqaring. Xohlasangiz g'oyangizni rivojlantiring yoki boshqa variantni sinab ko'ring. Xo'p, mana shu video lavha orqali sizga savollar beraman. Startapga erishish uchun 7 ta qadamni sanab o'tishdi, to'g'rimi? Xo'p, birinchi qadam nima ekan? Birinchi qadam bu qiziqishlaringizni aniqlang. Barakalla. Ikkinchi qadam Biz tanlagan sohada qanday muammolar borligini bilish. yaxshi. Xo'p, uchinchi qadam Samira. O'ylagan g'oyalarimizni tasavvurimizni shakllantirish. To'g'ri. Xo'p, 4-inchisi G'oyalarni yozib borish. to'g'ri. Xo'p, 5-inchisi Nozima. Boshqalardan ham fikr olish. Yaxshi. Xo'p, keyingisi G'oyalarni amalga oshirish. oxirgisi Natijalardan xulosa olish. yaxshi. Xo'p, ana endi bitta so'zga e'tibor beramiz. Innovatsiya so'zi bizga keng ishlatilyapti. Innovatsiya degan so'zning ma'nosi nima? Innovatsiya so'zi yangicha o'ylash va oddiy narsani o'zgacha ko'rish deyiladi. Yaxshi. Innovatsiya so'ziga alohida e'tibor beramiz. Demak, bizda qadimdan ham ota-bobolarimiz innovatsion g'oyalarni amalga oshirishgan. Xo'p, siz globusni yaxshi bilasiz-a? Menimcha bor, bizning xonamizda globus bor. Globus qanday yaratilgan? Kim tomonidan yaratilgan? Globus Abu Rayhon Beruniy tomonidan yaratilgan. Yaxshi. Demak, biz bilamizki, globusni birinchi marta yerning shar shaklda ekanligini va o'sha holatni globus shaklida yaratgan birinchi bo'lib kim hisoblanadi? Abu Rayhon Beruniy bobomiz hisoblanadi. Xo'p, siz Samarqandga sayohatga borgansiz-a? Rasadxonani ko'rgansiz-a? Rasadxonani biz tasavvur qiladigan bo'lsak, o'zi rasadxonada nimalar qilinadi? Xo'p, nimalar qilinar ekan? Siz guvohi bo'lgan bo'lsangiz, rasadxonada qanday ishlar amalga oshirilar ekan? Rasadxonada qadimda yulduzlarni o'rganib, ularni kuzatishgan. Yaxshi. Rahmat. Demak, Amir Temur davrida Ulug'bek rasadxonasi ilmiy innovatsiyaning namunasi desak bo'ladi. Demak, bunaqa innovatsion g'oyalar qadimdan ham amalga oshirilgan va bularning namunasi hozirgacha saqlanib, insoniyat bundan foydalanib kelmoqda. Ilmiy tadqiqotlar yuzasidan, demak, ulardan foydalanib kelishmoqda. Xo'p, keling, tarixda mana shunday innovatsion g'oyalar qanday o'ylab topilgan, ular qanday amalga oshirilganligi haqida video lavha tomosha qilamiz. Marhamat. Startap nima o'zi? Startap bu biror muammoni hal qiladigan yoki odamlarga qulaylik yaratib, daromad keltiradigan yangi g'oya. U qandaydir ixtiro, sinovdan o'tgan tajriba yoki muvaffaqiyati kutilayotgan loyiha bo'lishi mumkin. Lekin startaplar uchun g'oyalar qayerdan keladi? Masalan, Isak Nyuton boshiga tushgan olma sabab jismlarni pastga tushishi haqida o'ylaydi va butun olam tortishish qonunini kashf qiladi. Dmitriy Mendeleyev esa kimyoviy elementlarni tartiblash ustida uzoq izlanadi
va o'sha mashhur jadval shaklini tushida ko'radi. Yana bir misol. Toshkent Prezident maktabi o'quvchilari Pahlavon va Asilbek yomg'ir suvini ichimlik suviga aylantiradigan qurilma g'oyasi haqida aynan yomg'irda qolib ketgan kunlarida o'ylashadi. G'oyalarni hayotdan olish mumkin. Shunday ekan, atrofdagi voqealarga befarq bo'lmang va unutmang, har bir g'oya darrov muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Masalan, Thomas Edison elektr chirog'ini yaratish jarayonida minglab tajribalar o'tkazgan. 1000 ta tajribangiz muvaffaqiyatsiz bo'ldi deyishganida, Edison yo'q, men lampa uchun 1000 ta material mos kelmasligini ham aniqladim degan ekan. James Dyson 5126 ta muvaffaqiyatsiz modeldan keyin mashhur chang yutgichni yaratgan. KFC asoschisi polkovnik Sanders esa o'z retseptini restoranlarga 1000 martadan ortiq taklif qilgan. Hozir bu brend butun dunyoga mashhur. Shunday ekan, siz ham o'z g'oyangizni toping. Xato qilishdan va tajriba qilishdan cho'chimang. Olg'a, bo'lajak startapchilar. Xuddi sizdek o'quvchi Umida ismli qizning qanday qilib o'sha startap g'oyasini amalga oshirganligi haqida bir kichik hikoya bor. Matematika bilamiz, salgina murakkabroq, ba'zi payt o'sha misollarga yechishga qiynalib qolamiz, to'g'rimi? Umida sinfdoshlariga matematika fanidan yordam berishni xohladi va u, aytaylik, Azamat ismli bolaga matematikadan yordam berdi. Dastlab yordam berdi, keyinchalik o'sha yordam berishni onlayn tarzda amalga oshirdi. Buni bittagina o'quvchi emas, balki ko'proq o'quvchi ko'radigan bo'ldi, ko'proq o'quvchidan o'rganadigan bo'ldi va keyinchalik o'sha fikrlarni, o'sha aytgan darslarini, o'rgatgan darslarini YouTube tarmog'iga joyladi. Va endi bilamizki, endi u o'sha holatda mashhur bo'ldi va o'z g'oyasini yaratdi va boshqalarga o'sha matematika sohasini o'rgatishga harakat qildi. Keling, ana shu beriladigan videolavha orqali ham yana bir fikrlarni to'ldirib mustahkamlab olamiz. Menda bir startap bor. Bu startap orqali biz har xil maktablarni xaridda yordamida o'rganib chiqamiz. Masalan, biz hozir Toshkent shahridagi Prezident maktabidamiz. O'rganishni boshlaymizmi? Qani ketdik. Kutubxona, robototexnika, oshxona. Xullas, biz kimyoxonasidan boshlaymiz. Demak, kimyoxonasi. Assalomu alaykum. Ona tili va adabiyot xonasini ham bir ko'raylik. Biz hozir xarita bo'yicha matematika darsi bo'layotgan xonaga keldik. Xalaqit bermagan holda kuzatamiz. Xarita bizni informatika xonasiga olib keldi. Darsni kuzatamizmi? Bu yerda 170 ga yaqin o'quvchilarga 40 ga yaqin o'qituvchi pedagoglar dars berishadi. Xarita orqali izlab robototexnika xonasiga yetib keldim. O'quvchilar botga o'z startaplarini olib kelishar ekan. Bu xonada men ham loyiham haqida gaplashib qolaman. Assalomu alaykum. Menda bir ikkita savolim bor edi. Kimga aytsam bo'ladi? Bu yerda o'quvchilar shu startap g'oyalarini birinchi bo'lib kimga aytadi? Masalan, sen o'zingni g'oyangni qilmoqchi bo'lsang, maktab direktor maslahatchisi, o'zingni o'qituvchilariga orqali yo'l-yo'riq so'raysan.
va ular bilan birga administratsiyaga, maktab administratsiyasiga, rahbariyatiga chiqishadi. Sana iltimoslaringni qarab, senga o'sha ma'lumotlarni, narsalarni va masalan odamlardan yordam so'ragan bo'lsa, o'sha odamlar bilan gaplashib berishadi. Bizda shu maktabda startap qilmoqchi bo'lgan yoshlarga yordam berishgani uchun ham bizda tashabbuslar ko'p. Bunga o'zimiz ham misol bo'la olamiz. Biz o'tgan yili 2025-yil 14-yanvarda o'sha Abu Dabida bo'lib o'tgan Zayed Sustainability Prize'da g'olib bo'ldik va hozir biz o'zimizni, ya'ni yomg'ir suvini yig'ib olish va uni filtrlash loyihamiz bo'yicha Qashqadaryoda ish olib boryapmiz. Menda bir kichkinagina loyiha bor-da. Bu loyiha orqali har xil obyektlarni, maktablarni xarita orqali o'rganib chiqish mumkin. Mana loyiham o'zim chizganman. Menimcha loyihang ustida ozgina ishlash kerak. Xaritalar hozirgi kunda zamon rivojlanayotgani uchun jismoniy ko'rinishda emas, onlayn ko'rinishda ilovalar orqali qilsang, yoki shunaqa dastur ishlab chiqadigan bo'lsang, yaxshiroq bo'ladi. Hozir bu 2D variantda, buni 3D variantga o'tkazsang, ya'ni o'sha maktab ichi qanaqa bo'lishi, ko'rinishi yoki har xil masalan xonalar joylashganda yanada yaxshiroq ko'rsa bo'ladi. Buning ustida o'sha onlayn ilovalarda ishlasang bo'ladi. Lekin seni yoshingda bunaqa g'oya bilan chiqish juda ham zo'r. Art xonasi, shunda prezident maktabidagi o'quvchilar ham san'atga qiziqar ekanda. Vay. Buni san'at asari desa bo'ladi. Ketdik. Wow! Yonimizda sport zal ham bor ekan. Bu yerda hatto suv havzasi ham bor ekan. Mazza qilib cho'milamiz. Bizda hali xarita bo'yicha kutubxona, oshxona, yotoqxona ham bor, lekin sharoitlar zo'r ekan. Maktabga o'quvchilar 5-sinfdan maxsus imtihon orqali qabul qilinadi. Xarita yordamida prezident maktabi bilan tanishib chiqdik. Menga juda yoqdi. Menga eng yoqqan tarafi mening startapimni qo'llab-quvvatlashgani bo'ldi. Men xudo xolisa bu startapimni yanada rivojlantiraman. Endi esa uyga qaytamiz. Keyingi mavzularda ko'rishguncha. Mana shu video lavha orqali ham bir narsaga guvoh bo'ldik biz. Aytaylik, sizda qanaqadir yangi g'oya paydo bo'ldi-da, siz buni amalga oshirdingiz. To'g'rimi? Uni birinchi navbatda kimga murojaat qilasiz? O'sha g'oyangizni amalga oshirish uchun kimga murojaat qilasiz? Shahzoda? Agarda menda birorta g'oya paydo bo'lsa, men birinchi bo'lib bu g'oyam haqida ota-onamga aytaman va ota-onamdan fikr olaman. Yaxshi. Xo'p, keyinchi? Mana. Keyin kimga murojaat qilasiz? G'oyani amalga oshirish uchun albatta ustozlarga murojaat qilasiz. Ustozlarga, maktab rahbariyatiga murojaat qilasiz. Xo'p, o'tiring mayli. Xo'p, ana endi buni amalga oshirish uchun bizda bilasizmi, juda keng imkoniyatlar bor. Buni alohida yoshlar kelajagimiz dasturi bor. Demak, ana shu dasturda biz siz yaratgan yangi g'oyalar, startap g'oyalar deyishimiz mumkin. Ana shu g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydi, sizni g'oyangizni uni amalga oshirishga yordam beradi va sizga mana shunday dasturlar keng ekanligidan siz xabardor bo'lishingiz kerak. Demak, yoshlar kelajagimiz dasturi sizni mana shunday g'oyalaringizni amalga oshirishga yordam beradi. Siz bemalol o'sha g'oyani taqdim qilishingiz mumkin. O'sha orqali siz tanilishingiz mumkin. Moddiy jihatdan siz manfaatdor bo'lishingiz mumkin. Xullas, demak, sizni g'oyangiz birinchi o'rinda avvalo kishilarga manfaatli bo'lishi kerak. Unga yordam berish kerak. Turmush tarzini yaxshilashga, ularning yashash sharoitini farovon qilishga yordam bera oladigan g'oya bo'lsa, bemalol qabul qilinadi va amalga oshirishga yordam beradi. Demak, bundan siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Keling, endi bir o'yin o'tkazamiz. Siz endi 3 ta guruh, masalan 3 ta qatorni 3 ta guruh deb hisoblasak, har biringizga mening startap g'oyam mavzusida, demak, siz o'zingizni yangi g'oyangizni yaratasiz. Masalan, birinchi qator o'ylab ko'ring, qanday g'oya yaratishingiz mumkin. Sizga 5-6 daqiqa vaqt beraman.
birinchi qator o'zingizni g'oyangizni, startap g'oyangizni o'ylab topasiz. Ikkinchi qator, uchinchi qator ham xuddi shunday. Keyin buni taqdimot qilib berasiz. Marhamat, vaqt ketdi. Guruh a'zosi o'z taqdimotini namoyish etadi. Demak, mening startap g'oyam. Nima o'ylab topdingiz? Tozalovchi robot. Tozalovchi robot, barakalla. Demak, mana rasmini ham ko'rib turibsiz. Tozalovchi robot xususiyati bu robot uylarni tozalashni asqotadi. Robotni zaryadlashda 20 volt sarflaydi. Dizayni ixcham shaklda bo'lib, xonalarga olib o'tishda noqulaylik tug'dirmaydi. Robotning ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Ijobiy tomonlari insonlar hayotini yengillashtiradi hamda elektr energiyani tejaydi. Salbiy tomon esa odamlarni dangasalikka undab qo'yadi. Yaxshi. Xo'p, ikkinchi guruh. O'quvchi bloger foydali xususiyatlari dars jarayonlarida har xil vayn yoki qiziqarli konkurs o'yinlar yordamida tashkillashtiradi. Agarda mashhur bloger bo'lsa, maktab obro'sini ko'taradi. Aynan o'zi o'qiydigan maktabga ko'proq o'quvchilarni jalb etadi. Maktabning qulaylik tomonlarini ommaga ham namoyish etadi. Maktab uchun investor yoki homiylar topadi. O'quvchi bloger sababli boshqa o'quvchilar bilim olishga ko'proq qiziqishadi. O'quvchi bloger turli xil video olib, o'quvchilarni startap dasturga qiziqtirishni ham amalga oshirishi bor. Barakalla. Demak, juda chiroyli taqdimot bo'ldi. Keyingisi uchinchi guruh. Maktab ekologik qutilari. Maktab ekologik qutilari ustida yana biroz yangilashlar kiritish kerak. Har bir sinf xonasida chiqindilarni o'z turiga qarab ajratadigan ekologik qutilar ixtiro qilish kerak. Ushbu ekologik quti ichiga har xil turdagi chiqindilarni solinganda uning o'zi plastik, shisha, qog'oz va oziq-ovqat chiqindilarini ajratib olishi va qayta ishlash uchun mo'ljallanganlarni alohida ajratib olish kerak. Mening g'oyam shulardan iborat edi. Barakalla. Demak, mana uchala g'oyani ham eshitdik. Sizga ma'qul bo'ldimi bu g'oyalar? Taqdimot ham juda chiroyli bo'ldi. Rahmat sizga. O'tiramiz. Qo'limda kichkina qog'ozchalar turibdi. Hozir mana shu qog'ozlarni sizga tarqataman. Bunda nimani yozasiz? Demak, tushuntiraman. Xo'p, men muvaffaqiyatli bo'lish uchun davom ettirasiz. Mana shu qog'ozga muvaffaqiyatli bo'lish uchun nimalarga amal qilish kerak? Har biringiz o'zingizni, fikringizni yozasiz. Birgalikda muhokama qilamiz. Marhamat. Xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun deb yozib qo'ying tepasiga va nimalarga amal qilish kerakligini yozasiz. Xo'p, namunalar keltiraman. Maqsadsiz yashamayman. Har kuni bitta yangi fikr o'ylab topaman. G'oyamni hayotga tatbiq qilaman. Bu namuna. Demak, siz o'sha namunani yana davom ettirasiz. Xo'p, men muvaffaqiyatli bo'lish uchun davom etgan fikrlarni eshitamiz. Marhamat. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun avval oldimga bir maqsad qo'yib olaman va shu maqsadga intilib, maqsadim sari olg'a qadam boshlaman. Yaxshi, davom etamiz. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun har bir hodisaga e'tibor beraman. Ulardan yangi g'oyalar o'ylab topaman. G'oyalar o'ylab topib, uni ota-onam bilan bo'lishaman. Kamchiliklarni topish uchun ustozlarimdan yordam olaman. Yaxshi, yetadi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun ko'plab fikrlar o'ylab topishim kerak. Yangi kishilar bilan maslahat so'rashim kerak. Yaxshi, xo'p, keyin davom etamiz. Marhamat. Ayting.
Muvaffaqiyatli bo'lishim uchun agar yiqilsam baribir yengilmayman. Boshqalar bu imkonsizligi yoki men buni qila olmasligim haqida gapirsa e'tibor bermayman. Barakalla, yaxshi. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun har kuni 5 soatdan kitob o'qiyman. Kuniga bittadan yangi g'oya o'ylab topaman. Boshqalarning fikriga e'tibor bermay, o'z g'oyam ustida ishlayman, harakatdan to'xtamayman. Yaxshi, xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lishim uchun tinimsiz mehnat qilaman. Aql va salohiyatimni yanada yuksaltiraman. Barakalla, xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun avvalo tinimsiz harakatda bo'laman. O'ylagan maqsadimga yetish uchun hech qachon taslim bo'lmayman. Yaxshi. Davom ettiramiz. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun kelajak uchun foydali narsa ustida ishlashim kerak. Xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun oldimga maqsad qo'yishim, unga erishish uchun tinimsiz harakat qilishim kerak va albatta bilimli bo'lishim kerak. Shundagina muvaffaqiyatga erishishim mumkin. Xo'p. Davom ettiramiz. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun har kuni o'z maqsadim uchun harakat qilaman. Ko'proq bilim olaman va xato va kamchiliklar ustida ko'proq ishlayman. Yaxshi, xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun turli xil g'oyalar o'ylab topaman. Har kuni yangi ishtiyoq va yutuqqa erishish yo'lini tasavvur qilib yozib boraman, ko'proq bilim olaman. Yaxshi, barakalla, xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun har kuni o'zim uchun birorta fikr o'ylab maqsadimga yetishga harakat qilaman. Yaxshi. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun maqsadim sari faqat olg'a intilaman va muvaffaqiyatga erishaman. Yaxshi. Demak, sizda ishonch ham bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? Men muvaffaqiyatga erishish uchun doimo maqsadim sari intilaman va harakat qilaman. Har bir orzu reja bilan bog'lansa, u hayotiy maqsadga aylanadi. Shuning uchun harakatdan to'xtamayman. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun men bir g'oya yarataman va u tomon intilaman. Har kuni bitta g'oya o'ylab topishga harakat qilaman. Bu g'oya foydali g'oya bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi. O'z ustimda ko'proq ishlashim, g'oyalarni hayotga tatbiq qilishim va o'z ustimda astoydil harakat qilishim kerak. Barakalla, xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun albatta bilim olaman. Kelajakda maqsad qo'yib yashayman va astoydil harakat qilaman. Buni kutamanki, albatta muvaffaqiyatga erishaman. Barakalla, xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun turli g'oyalar o'ylab topaman va vaqtimni behuda o'tkazmayman. Men muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'z ustimda ishlashim, yaxshi o'qishim va ko'plab fikrlar o'ylab topishim lozim. Xo'p. Men muvaffaqiyatli bo'lishim uchun har kuni o'z ustimda ishlayman. Men muvaffaqiyatli bo'lishim uchun avvalo dangasab bo'lmasligim va oldimga qo'ygan maqsadlarim sari juda qattiq harakat qilishim zarur. Barakalla, xo'p. Keyingisi. Men muvaffaqiyatli bo'lishim uchun o'zimga maqsad qo'yishim kerak va maqsadimga erishish uchun to'xtamasdan harakat qilishim kerak. Yaxshi. Demak, hammani fikrlarini eshitdik. Muvaffaqiyatli bo'lish sirlarini mana bir-birimiz bilan fikr almashdik va bir-birimizni fikrimizni eshitdik. Demak, muvaffaqiyatli bo'lish uchun siz aytgan tavsiyalarni o'zingiz ana shu tavsiyalarga amal qilib borishingiz lozim. Darsimizni xulosalaydigan bo'lsak, birinchi sizning xulosangizni eshitaylikchi. Bugungi olgan ma'lumotlaringizdan siz qanday xulosa chiqardingiz? Marhamat. Kim qanday fikr bildiradi? Shohnur. Men bu mavzudan startap haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Yaxshi, barakalla. Yana-chi? Men bu mavzudan yaxshi xulosa chiqardim. Bundan men muvaffaqiyat sirlari va startap haqida bilim oldim. Har bir orzu reja bilan bog'lansa, u maqsadga aylanadi. Yaxshi. Demak, albatta orzularimiz, maqsadlarimiz yo'lida birinchi navbatda reja tuzamiz va o'sha reja bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz. Xo'p, darsimizni xulosalaydigan bo'lsak, bugun biz maqsaddan g'oyaga, g'oyadan esa muvaffaqiyatga erishish yo'llarini ko'rib chiqdik. Bu yo'q o'zingizga bog'liq. Ishonamanki, orangizda hammangizning o'ziga xos qobiliyatingiz bor. Undan foydalaning, o'z g'oyangizni o'ylab toping va uni amalga oshiring. Ishoning, harakat qiling. Va g'oya bir kun albatta sizni muvaffaqiyatli insonga aylantiradi. Shu bilan darsimiz yakunlandi. Xayr, sog' bo'ling.